Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behruz Hafizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun demak molekulyar fizika kursidan navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi barometrik formula va Boltzmann taqsimotiga doir masalalar yechish bo'ladi. Xo'p, bu mavzuyimizdan mustaqil ravishda o'zlashtirasizlar va bizning demak ma'ruza qismida aytib o'tgan ma'lumotlardan foydalangan holatda biz bugun esa qisqacha qiladigan demak ma'lumotlarimizni aytib o'taman. Atmosferamiz demak kislorod hamda azot molekulalarimiz gazlarimizning aralashmasidan tashkil topgan va mana shu gazlarning aralashmasi yerning demak atmosferasini tashkil etadi. Bu gazlarning nisbati 78% ga azot va 21% kislorod tashkil etadi. Endi mana shu atmosferani tashkil qilgan gazlarning konsentratsiyasi balandlikka bog'liq bo'ladi va bu to'g'ridan to'g'ri bosimga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni bosimimiz bu dengiz sathida maksimal va konsentratsiyamiz ham dengiz sathida maksimal bo'ladi. Sababi atmosferaning o'zi mavjudligi bu nimadan edi? Yerning tortish kuchi ta'siri hamda molekulalarning issiqlik harakati sababli bo'lgan, ya'ni harakatiga teng edi, kinetik energiyasi olgan harakatiga teng edi. Mana shu ikkita kuchning muvozanati orqali demak molekulalar, ya'ni havo molekulalari mavjud, ya'ni atmosfera mavjud va bu atmosfera balandlik oshgan sari kamayib boradi. Aytib o'tganimizdek, bu atmosferamiz dengiz sathida maksimal. Quyidagicha masalalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni formulani keltirib chiqargandik. Ya'ni P0 qisqacha aytib o'taman. P0 bu dengiz sathidagi bosim. Dengiz sathidagi balandligimiz agar bizga H0 ga teng ekan, mana H0 imiz teng 0 ga teng. Sababi u dengiz sathidagi balandligimiz. Endi balandligimiz ma'lum bir H ga ko'tarilganda undagi bosim P ga teng. Agar balandlik delta H ga oshsa, agar bosimimiz delta P ga kamayadi. Mana shuni e'tiborga olishimiz kerak va bu yerda demak belgilab o'tdik. Va bosimimiz bu yuza birligiga to'g'ri keladigan og'irlik kuchiga teng edi. M massani o'rniga V ko'paytirilgan ρ qo'yamiz. Sababi massamiz bu zichlikni hajmga ko'paytmasiga teng. Endi bu ifodadan agar S'larni qisqartirib tashlasa, ya'ni hajmimizning o'zi ham agar silindrik holatda ko'rdik, sababi o'sha gazni atmosferadagi gazni biz ma'lum bir silindrik sutunni ko'rib chiqyapmiz va hajmni o'rniga S ko'paytirilgan H qo'ysak, S'lar qisqarib ketsa agar bosimimiz ρ J H ga teng bo'ladi va bu bosim gidrostatik bosim ham deb atalardi. Suyuqliklarda ham bu formula o'rinli edi. Xo'p, bosimimiz endi dp barobar minus ρ J delta H ga teng bo'ladi. Bu yerdagi minus balandlik oshgani sari bosimning kamayishini ifodalaydi. Ya'ni balandlik oshgan sari bosimimiz kamayadi. Shuni ifodalar ekan minusimiz. Xo'p, endi zichligimiz, gazning zichligi, ya'ni havoning zichligi desak ham to'g'riroq bo'ladi. Bu qarab chiqayotgan jarayon uchun bu M0 ko'paytirilgan N molekularning konsentratsiyasiga teng. Ya'ni bitta gaz molekulasini konsentratsiyaga ko'paytirsak, zichlik kelib chiqadi. Sababi konsentratsiyamiz hajm birligidagi molekular soni edi. Molekular sonini bitta molekulaning massasiga ko'paytirsak, umumiy massasi kelib chiqadi. Uni hajmga nisbatan esa zichlik deb beradi. Bosim formulamiz P barobar N KT ga teng edi. Bu yerdan esa N ni o'rniga ρ taqsim M0 qo'ysak bo'ladi va bu ifodadan ρ ni topib olsa agar P M0 taqsim KT ga teng bo'ladi. Xo'p, va topgan zichligimizni yuqoridagi birinchi tenglamimizga qo'ysa agar va bu tenglamimiz minus M0 J taqsim KT ko'paytirilgan P delta H ga teng ekan. Xo'p, P ni demak tenglamimizning chap tomoniga o'tkazsak, dp taqsim P teng minus M0 J taqsim KT ko'paytirilgan delta H ga teng bo'ladi. Agar biz temperaturani konstanta desak, ya'ni balandlik oshishi bilan temperatura konstanta deb qarasak va 5-ifodamizni integrallasak, quyidagi 6-ifodamiz kelib chiqadi. Ya'ni P barobar P0, Y darajasi minus M0 J taqsim KT ko'paytirilgan H ga teng ekan. Va bu yerdagi molekularimiz soni ham massasini mu taqsim Na bizga ma'lum kattaliklar bilan belgilashimiz mumkin va bu holatdagi bosim ifodamiz
P barobar P0 y darajasi minus mu j taqsim RT ko'paytirilgan h ga teng bo'ladi. Bu 7-chi ifodamizga barometrik formula deyiladi. Barometrik formulamiz ya'ni balandlik oshishi bilan bosimni kamayishini ko'rsatadi. Ya'ni bosim balandlik oshishi bilan bosimni kamayishini ifodalovchi tenglamaga ham barometrik tenglama deyilar ekan. Endi bu tenglamadagi xatolik nuqtasi bor, sababi biz yuqorida temperaturani konstant deb oldik. Aslida yer sathida temperatura o'sha yuqoriga ko'tarilgansa, ya'ni balandlik oshishi bilan temperaturamiz pasayib boradi. Bu tuzatmalarni demak biz ma'ruza qismida olgandik. J ga hamda temperaturaga tuzatmalarda buni yana bir mustaqil ravishda o'qib chiqasizlar. Xo'p, mavzuga oid masalalar ishlaymiz. Birinchi masalamiz qanday balandlikda havoning bosimi dengiz sathidagi bosimning 75% ni tashkil qiladi? Harorat 0 gradus deb hisoblansin degan, ya'ni o'zgarmas. Xo'p, dengiz sathidagi bosimimiz aytib o'tganimizdek maksimal, ya'ni 100% deb olsak, qanday balandlikda bosim 75% ga teng bo'ladi? Ya'ni boshlang'ich bosimimizning 75% ga teng bo'lar ekan. Havoning molyar massasi bizga ma'lum 29 unsda minus 3 kilogramm taqsim molga teng. Temperaturamiz 273 gradus Kelvin, J berilgan hamda universal gaz doimizi 8.31 joule taqsim Kelvin ko'paytirilgan molga teng bo'lsa, balandligimizni topishimiz kerak. Balandlikni topishimiz uchun barometrik formuladan foydalanamiz va bu barometrik formuladan P0 ni tenglamimizning chap tomoniga o'tkazib elinlab yuborsak, natural logaritmlab yuborsak, u holatda bizda oxirgi elin P0 taqsim P teng mu j taqsim RT ko'paytirilgan h degan ifodamiz kelib chiqadi va bu yerdan h ni topsak, quyidagi demak ifodamiz kelib chiqadi. Ya'ni RT taqsim mu j ln P0 taqsim P. Bu ifodamiz demak bizda berilgan sharoit uchun ishchi formula hisoblanadi. Ya'ni topish formulasi, balandlik topish formulasi va bu yerdan mos ravishda kattaliklarni qo'ysak, ya'ni universal gaz doimisi R o'rniga 8.31, temperaturamiz 273 gradus Kelvinga teng hamda P ln P0 taqsim P imiz nisbati bu 0.287 ga teng ekan. Havoning molyar massasi 29 unsda minus 3, J imiz esa erkin tush tezlanishi bu 9.81 metr taqsim sekundga teng edi. Buni agar hisoblaydigan bo'lsak, balandligimiz 2368 metrga teng ekan. Ya'ni dengiz sathidan taqriban 2.4 kilometr balandlikka agar ko'tarsa agar bosimimiz, demak 4 dan bosimimiz 4 dan 3 qismiga teng bo'ladi yoki bu 75% bo'lib qolar ekan. Ya'ni 10⁵ paskalda 75% kelib chiqar ekan. Xo'p, javobimiz demak balandligimiz 2368 metrga teng ekan. Navbatdagi masalamizda ko'rib chiqamiz. Eng baland kosmik stansiya bu Armanistondagi Alagos tog'ida bo'lib, uning balandligi dengiz sathidan 3250 metr balandlikda joylashgan. Havoning shu balandlikdagi bosimini topishimiz kerak. Endi bizga berilgan havoning bosimi, harorati o'zgarmas va undagi temperaturamiz 5 gradus Selsiga teng deb hisoblansin. Havoning 1 kilomol massasi 29 kilogramm taqsim kilomolga teng ekan. Buni esa biz molga aylantirsak, ya'ni mol birligidagi molyar massaga aylantirsak 29 unsda minus 3 ga teng. Dengiz sathidagi bosimimiz ham berilgan 760 mm simov ustuni yoki buni 10⁵ paskal deb olishimiz mumkin. Berilgan kattaliklarni ko'rib chiqamiz. Balandligimiz 3250, temperaturamiz 278 gradus Kelvin, molyar massa, havoning molyar massasi berilgan. Boshlang'ich bosimimiz bor. Dengiz sathidagi universal gaz doimisi hamda erkin tush tezlanishi kerak bo'ladi. Buni to'g'ridan to'g'ri o'sha balandlik oshishi bilan bosimni kamayish ifodasi, ya'ni barometrik formula orqali topishimiz mumkin. Ya'ni P0'imizni o'rniga 10⁵ paskal qo'ysak, mu ni o'rniga 29 unsda minus 3, J ni o'rniga 9.81, balandligimiz esa 3250 metr hamda R hamda temperaturani qo'ysa agar, bu ifoda orqali demak Alagos tog'idagi o'sha kosmik stansiyadagi bosimni topishimiz mumkin. Bu 67 kilopaskalga teng ekan.
Bu ancha past bosim hisoblanadi, normal bosimdan. Sababi normal bosimimiz bu 100 kilopaskalga teng bo'lsa, 101, bu esa 67. Ancha past hisoblanadi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bu ifodadan javobimiz 67 kilopaskalga teng ekan. Xo'p, 3-masalani ko'ramiz. Qanday balandlikda gaz dengiz sathidagi zichligining 50% demak zichlikka ega bo'ladi. Endi atmosferani tashkil etgan demak gazlarning zichligi ham bu dengiz sathida maksimal, yuqoriga ko'tarilgan sari bu pasayib boraveradi, kamayib boraveradi va 50% ga teng bo'lgan nuqtani topishimiz kerak. Temperaturamiz ham 0 gradus o'zgarmas deb olishimiz kerak. Xo'p, bu holatda Mendeleev-Klaperon tenglamasidan foydalanamiz. Mendeleev-Klaperon tenglamasidan m taqsim v ni o'rniga zichlik qo'yib, bu yerdan zichlikni topsak, rho birimiz teng p0 mu taqsim ertaga teng, p2miz bu p0 mu taqsim ertaga teng ekan, xuddi shunaqa va buni demak olib borib p0 ni o'rniga bu yuqoridagi barometrik formuladan agar biz bosimni topib olib kelib qo'ysak, agar bu holatda quyidagi ifoda kelib chiqadi va mos ravishda bularning nisbatini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni p1imiz, rho birimiz zichlik bu p0 mu taqsim ertaga teng, p2miz esa keyingi bosimligi sababli bu barometrik formuladan olib borib demak o'rniga qo'ydik bosimni, hamda bu p0 mu taqsim rt eksponensial minus mu j taqsim rt ko'paytirilgan h ga teng bo'lib qoldi. Va bu ifodalar orqali hisoblashimiz mumkin. Ya'ni bu yerdan zichlik demak 2 marta kamayishini topishimiz kerak. Ya'ni zichlik 2 marta kamayadigan balandlikni topishimiz kerak. Va buni 2 ga tenglashtirib hisoblasak, agar 1 taqsim eksponensial, ya'ni p0 mu taqsim ertalar qisqarib ketadi. 1 taqsim eksponensial qavs ichida minus mu j taqsim rt ko'paytirilgan h'imiz 2 ga teng ekan. Xo'p, buni demak hisoblashimiz mumkin. Buni mu j taqsim rt ko'paytirilgan h shaklida yozib, ya'ni tenglamani har ikkala tomonini elenlab yuborsak, agar quyidagi tenglamamiz kelib chiqadi. Bu yerdan h ni topsak, oldidagi mu j taqsim rt ni tenglamamizni ikkinchi tomoniga o'tkazamiz. Va shu holatda bu yerda bizda balandlikni topish ifodasi kelib chiqadi. Demak, balandlik topish ifodamiz rt ln 2 taqsim mu j ga teng ekan. Bu berilgan shartdagi masalamiz uchun balandlikni topish formulasi hisoblanadi. Hop, yuqoridagi berilgan kattaliklarni qo'yish orqali hisoblashimiz mumkin. Bu balandligimiz 5527 metrga teng ekan. Bunda ko'rinib turibdiki, berilgan sharoit uchun gazning zichligi 5 salkam, demak 5,5 kilometr balandlikda gazimizning, atmosferamizning zichligi 2 marta kamayar ekan. 4-masalamiz radiusi 0,5 metr bo'lgan, demak rotorli sentrifugada temperaturamiz 300 gradus Kelvin haroratda molyar massamizdan berilibdi. 1 kilogramm taqsim mol bo'lgan gazsimon holatdagi organik modda joylashgan ekan. Rotor demak 30 1 taqsim sekund chastota bilan aylanyapti yoki gerts chastota bilan. Bu holatda rotorning devorlari va uning markazidagi molekulalarning konsentratsiyasini topish kerak. Xo'p, buni topish uchun quyidagicha ishlaymiz. Berilishini yozamiz. Birinchi navbatda bizda R0 berilyapti, radius, o'sha sentrifugamizning radiusi berilyapti, temperaturamiz rotor sentrifugada temperaturamiz 300 gradus Kelvinga teng ekan, molyar massamiz 1 kilogramm taqsim molga teng bo'lyapti, juda past. Chastotamiz hamda R berilayotgan ekan. Buni o'sha xuddi atmosferadagi gazlarning taqsimlanishi kabi Boltzmann qonuni orqali ifodalashimiz mumkin, topishimiz mumkin. Boltzmann taqsimoti, ya'ni Boltzmann qonuni bu balandlikka bog'liq ravishda molekulalarning konsentratsiyasining taqsimlanishi ifodalangan. Bu formula ya'ni n barobar n0 eksponensial minus u potensial taqsim kt ga teng. Bu yerda up imiz bu potensial energiya bo'lib, o'sha ma'lum bir balandlikda joylashgan zarraning potensial energiyasi hisoblanadi. n0 minus up teng 0 ga teng bo'lganda rotor markazidagi zarralarning konsentratsiyasi teng bo'ladi. Ya'ni n0 dan up ni ayirmasi bu rotor markazidagi zarralar konsentratsiyasi teng bo'ladi. T-imiz esa bu yerda temperaturaga. Xo'p, endi
aylanish o'qidan masofadagi massaga, ya'ni m0 bo'lgan molekulada sentrifugada ta'sir etuvchi kuch Fr ga teng bo'lar ekan va bu kuchdagi bosimlar farqi tufayli yuzaga keladi va markazga intilma, demak, kuch rolini o'ynaydi va u quyidagicha topiladi. Endi bu yerda ko'rinib turibdiki, o'sha markazga intilma kuchlar bor va demak molekulalarning sentrifugaga ta'sir qiluvchi F kuchimiz bor. Buni yozadigan bo'lsak, Fr'imiz teng m0 v kvadrat taqsim r ga teng, ya'ni markazga intilma tezlanish kuchimiz, yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Burchak tezlanishi orqali yoki siklik chastota orqali m0 omega kvadrat ko'paytirilgan r ga teng ekan. Xo'p, omegamiz, siklik chastotamiz 2pi mu ga tengligini inobatga olishimiz kerak va v tezligimiz bu o' o'qdan masofada joylashgan gaz molekulasining chiziqli tezligi hisoblanadi. Xo'p, endi potensial energiyasi UP ning kamayishi bilan, ya'ni UP ning kamayishi bu masofaga bog'liq hisoblanadi va bu kuchning elementar ishini quyidagicha hisoblanishimiz mumkin. Bu m0 nu kvadrat, ya'ni omega kvadrat r ko'paytirilgan dr bo'yicha edi. Xo'p, omegani o'rniga, siklik chastotaning o'rniga 2pi mu qo'yamiz va u holatda potensial energiyamiz minus m0 2pi mu ning kvadrati r ko'paytirilgan dr ga teng bo'ladi. Buni demak integrallash orqali topishimiz mumkin. Bu ifodalarni integrallasak, u holatda minus 4pi kvadrat nu kvadrat ko'paytirilgan m0 ko'paytirilgan r kvadrat taqsim 2 plus konstanta integral doimiysi bo'ladi konstantamiz va r teng r0 ga teng bo'lganda UP'miz demak 0 ga tengligi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni boshlang'ich o'sha potensial energiya, ya'ni balandligimiz 0 ga teng bo'lgandagi potensial energiya. Potensial energiya bilamizki balandlikka bog'liq. Balandligimiz 0 ga teng bo'lsa, u holatda potensial energiyamiz ham 0 ga teng bo'ladi. Yoki ifodadan ko'rishimiz ham mumkinki, r teng 0 ga teng bo'lganda bu ifodamiz 0 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu yerda UP r'imiz, ya'ni r ga bog'langanlik potensial energiyamiz minus 4 pi kvadrat nu kvadrat m0 r kvadrat taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Yoki buni 2pi kvadrat nu kvadrat m0 r kvadrat bilan ham belgilashimiz mumkin va buni olib borib, demak, Boltzmann qonuniga qo'ysa agar, u holatda quyidagiga teng bo'ladi. Bu yerda esa r teng r0 bo'lganda rotor devori yaqinidagi molekulalarning konsentratsiyasi quyidagi tenglama orqali topiladi. Ya'ni n barobar n r0imiz teng n0 eksponensial 2pi kvadrat nu kvadrat m0 r0 ning kvadrati taqsim k t ga teng bo'ladigan, demak, 3-ifoda orqali topishimiz mumkin ekan. Bu nisbatlarni olsak, ya'ni bu yerda m0 o'rniga m taqsim na, ya'ni molyar massasini Avogadro soniga nisbatan, k ni o'rniga esa universal gaz doimiysining na ga nisbat olsak va buni olib borib ifodamizga qo'ysak, quyidagi ifodamiz kelib chiqadi va bu yerdan mos ravishda kattaliklarni qo'yib hisoblasak 5,93 ligi kelib chiqar ekan. Ya'ni bu yerda rotor markazi hamda devor yaqinidagi molekulalarning konsentratsiyamiz farqi nisbati bu 5,93 ga teng bo'lar ekan. Yuqoridagi masalalarga muvofiq bo'lgan, demak, mustaqil ishlash uchun masalalarni havola qilamiz va yuqoridagi ularni o'rgangan holatda bu masalalarda ishlashingizni tavsiya qilamiz. Agar qanaqadir chiqmagan masalalar bo'lsa, quyidagi kontaktlar orqali murojaat qilsangiz, amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salom bo'ling.